Assalomu alaykum. Bugun biz qabziyatdan xalos bo'lishga yordam beradigan mahsulotlar haqida suhbatlashamiz. Mavzuni boshlashdan oldin esa videoni oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Qabziyat alomatlari ko'plab odamlarda, ayniqsa qariyalar orasida ko'p uchraydi. Bu kasallikda 2-3 kundan ko'proq vaqt davomida ichi kelmaslik tushuniladi. Ushbu sindromning sabablari jismoniy faoliyatning kamligi, noto'g'ri yoki kam ovqatlanish, shuningdek ichak kasalligi ham bo'lishi mumkin. Qabziyatni uy sharoitida davolashni oddiy, ammo samarali usuli mavjud. Buning uchun taomnomangizga ichak motorikasini normallashtiradigan ba'zi oziq-ovqatlarni kiritishingiz kerak. Ushbu mahsulotlarning har birini esa alohida o'rganib chiqish lozim. Biz esa sizning e'tiboringizga qabziyatda eng foydali meva va sabzavotlar ro'yxatini taqdim etamiz. Birinchisi, tabiiy tarkibiy qismlardan tashkil topgan va samarali vosita hisoblangan qora olxo'ri. Quritilgan mevalar ichni yumshatish ta'siriga ega va tarkibida ichak orqali o'tib, uni faollashtiradigan ko'plab tolalar mavjud. Olimlar ushbu quritilgan mevalarni o'z ratsionida muntazam ravishda iste'mol qiladigan odamlarning ichak faoliyatida muammolar yo'qligini isbotlashdi. Buning uchun olxo'rini kuniga taxminan 100 gramm yeyish kifoya. Siz qora olxo'rini bo'tqa, salat yoki xamir ovqatlarga ham qo'shishingiz mumkin. Ikkinchisi, eng oddiy va eng maqbul hamda har qanday faslda topiladigan olma mevasi. U ozuqa moddalari va vitaminlarga boy bo'lib, qabziyat bilan yaxshi kurashadi. U ichaklar peristaltikasini ham tiklaydi. Bundan tashqari olma ichak mikroflorasiga yaxshi ta'sir qiladi. Qorin shishini va sovuq o'tishining oldini oladi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, olmani doimiy iste'mol qilish ichak faoliyatini normal holatga keltiradi. Hatto ich qotish kasalligiga ega bo'lsa ham. Olmadan kokteyllar tayyorlash, ularni bo'tqa, salatlar, pishirilgan mahsulotlarga qo'shish yoki butunligicha pishirib iste'mol qilish mumkin. Nok tarkibida fruktoza va sorbitol mavjud. Ikkala komponent ichak faoliyatini yaxshilaydi. Boshqa mahsulotlar singari bu mevani ham sof holda iste'mol qilish yoki salatlar va bo'tqalarga qo'shish mumkin. To'rtinchisi bu kivi. Kivining bir bo'lagi organizmning kunlik tolalarga bo'lgan ehtiyojining 10% ni ta'minlay oladi. Ushbu mahsulotni muntazam iste'mol qilish ichakdagi ovqatning harakatini yengillashtirishi isbotlangan. Buning uchun har kuni 2 ta yoki 3 tadan kivi iste'mol qiling. Bu ichakdagi oziq-ovqat hazm bo'lishini va a'zoning peristaltikasini yetarli tartibga soluvchi ferment. Kivini siz salatlarga qo'shishingiz yoki boshqa mevalar bilan birga smuzilar tayyorlab iste'mol qilishingiz mumkin. Uni sabzavot yoki ko'katlar bilan birga iste'mol qilinsa ham foydalidir. Beshinchisi bu anjir. Ushbu mahsulot foydali to'qimalarga boy bo'lib, oshqozon ichak trakti organlarining faoliyatini normallashtiradi. Bitta o'rtacha kattalikdagi anjirda ushbu komponentning taxminan 1,6 grammi mavjud. Kunlik me'yorning 30% ni ta'minlash uchun taxminan 70 gramm anjir iste'mol qilish kifoya. Olimlarning tajribalari anjir pastasi ichaklar harakatini yaxshilaganligini ko'rsatdi. Bu meva tarkibida foydali fikain fermenti mavjud. Xossalari bo'yicha u kiviga ham o'xshab ketadi. Shu sababli anjirni bo'tqalarga ham qo'shish mumkin. Oltinchisi sitrus mevalar, apelsin, mandarin va greypfrut. Ular ham bir necha kun ichida ichak faoliyatini va ovqat hazm qilish jarayonini normallashtirishga qodir. Sitrus mevalar tarkibida ko'plab o'simlik tolalari mavjud. Shuningdek, pektin ham. Ushbu mevalarni iste'mol qilish orqali siz vitaminlar va minerallar majmuasini olasiz. Ular immunitet va qon tomirlari salomatligi uchun zarur bo'lgan C vitaminiga ham boy. Yettinchisi ismaloq bilan birga boshqa yashil sabzavotlardir. Barcha yashil sabzavotlar ozuqa tolalariga boy. Shuning uchun ular har bir odam taomnomasida bo'lishi kerak. Ular ichak devorlarining qisqarishini yaxshilaydi, tarkibidagi og'ir oziq-ovqatlarni yengillashtiradi. Bundan tashqari, barcha ko'katlar va sabzavotlar butun organizmning sog'ligi uchun zarur bo'lgan C va B vitaminlariga boy. Ismaloqni salat yoki suyuq ovqatlarga qo'shish mumkin. Kechki ovqat uchun esa go'sht yoki baliq bilan birga garnir sifatida ko'katlar va sabzavotlarni tayyorlash ma'qul. Bunda brokkoli ham foydali o'simlikdir. Uni dimlab ham pishirish mumkin. Bu vazn yo'qotmoqchi bo'lgan odamlar uchun kerak bo'lgan parhez mahsulotlaridan biridir. 8-inchisi topinambur va tsikori. Tsikori qahvaning o'rnini yaxshi bosadi. Uning tarkibida ozuqa tolalari va inulin mavjud. Aynan inulin prebiotik sifatida qorin
bo'shlig'idagi mikroflorani tiklaydi. Bu esa fermentatsiya jarayonlarining oldini oladi. Topinamburni qaynatib yoki qovurilgan holda iste'mol qilish mumkin. 9-si, yana bir tabiiy ta'sirga ega bo'lgan rezavor bu ravojdir. Ushbu o'simlik tarkibida sinazit A mavjud bo'lib, u ichakning qisqarishini stimullaydi. Bu mahsulotni bo'tqa yoki boshqa taomlarga qo'shib iste'mol qilish mumkin. 10-si, loviya, no'xat va yasmiq. Mazkur dukkaklilar ham ozuqa tolalariga boy. Ular ichak harakatini rag'batlantiradi. Ularni qaynatib, sho'rva yoki go'shtli taomlar uchun garnir shaklida ishlatish mumkin. 11-si, chia urug'i. So'nggi yillarda nomi ko'p bora tilga olinayotgan foydali mahsulot. Undan mazali puding tayyorlash mumkin. Buning uchun chia urug'iga yogurt yoki sut qo'shing va aralashmani muzlatgichda bir kechaga qoldiring. Ertalab siz nafaqat ichaklarga, balki butun organizm uchun foydali bo'ladigan nonushtaga ega bo'lasiz. 12-si, zig'ir urug'i. Zig'ir urug'i polisaxaridlarning manbai hisoblanadi. Bir osh qoshiq zig'ir urug'i kunlik ehtiyojining 10% ni qoplaydi. Zig'ir urug'ini muntazam iste'mol qilish ichak harakatini kuchaytiradi. Undagi ozuqa tolalari ichak yo'lida suvni ushlab turadi. Bu mahsulotni ham bo'tqa yoki yogurtga qo'shib iste'mol qilish mumkin. Shu o'rinda bir eslatma: homilador va emizikli ayollar, shuningdek yosh bolalar uchun cheklovlar mavjud. 13-si, donli javdar noni. Bunday mahsulot tarkibidagi ozuqa tolalarining yuqori miqdori tufayli ham foydalidir. Bundan tashqari u oddiy nonga qaraganda ko'proq parhezbop hisoblanadi. Uning 2 dona bo'lagida kunlik me'yorning 15% mavjud. Javdar non ichak harakatini yengillashtiradi. Shu bilan birga bunday non oddiy nonga qaraganda ham mazali va xushbo'yroqdir. 14-si, suli kepagi. Suli nafaqat ichak uchun, balki butun organizm uchun ham foydali mahsulotdir. U nafaqat ichak peristaltikasini normallashtiradi, balki yallig'lanishni ham ketkazadi. Nonushta paytida muntazam ravishda suli yormasini iste'mol qilish sizni qabziyat bilan bog'liq muammolardan xalos qiladi. Angliyalik olimlar keksa odamlarda ushbu mahsulot parhezga qo'shilganda ichak faoliyati yaxshilanganligini aniqlashdi. Suli yormasidan bo'tqa bilan bir qatorda oladyi, blinchik va kisel ham tayyorlash mumkin. Pishirish usullari esa turfa xildir. 15-si, qatiq. Ushbu fermentlangan sut mahsuloti o'zining foydali xususiyatlari bilan uzoq vaqtlardan buyon tanish. Uning tarkibida ichakdagi mikroflorani saqlash va tiklash uchun zarur bo'lgan foydali lakta va bifidobakteriyalar mavjud. Uyquga ketishdan avval qatiqni muntazam ravishda iste'mol qilish orqali a'zolardagi fermentatsiya jarayonini yo'q qilish mumkin. U qorinishni yengillashtiradi, shuningdek ichak harakatining chastotasini yaxshilaydi. Qatiqni mustaqil ravishda iste'mol qilish bilan birga uning asosida oladyi tayyorlanishi yoki salatlarga qo'shish mumkin. Qo'shimcha foyda uchun 1 stakan qatiqqa zig'ir yoki chia urug'ini qo'shishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, ichak harakatini normallashtirish uchun yetarli miqdordagi sabzavot va mevalar mavjud. Yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar esa ichak faoliyatini yengillashtirishga yordam beradi. Bu ayniqsa keksalar uchun muhim. Bundan tashqari, jismoniy faollik muntazam ravishda ichak harakatini faollashtirib turadi. Qabziyatga qarshi dorilarni qabul qilishdan oldin tabiiy mahsulotlarni albatta sinab ko'ring. Asta-sekin yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlarni kunlik taomnomaga kiriting va ishonamizki, tez orada ijobiy natijaga erishasiz. Organizm uchun zarur bo'lgan suv va jismoniy faoliyatni ham unutmang. Shuning bilan videoni yakunlaymiz. Kanalda sabzavot va mevalarning foydasi va zarari, shuningdek kasalliklar hamda ularni davolash usullari haqida ko'plab qiziqarli videolarni topishingiz mumkin. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, uni oilangiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Siz bilan Doktor Uz kanali bo'ldi.